Bizning sayohatimiz boshlandi. Farg'ona viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazi jamoasi sifatida bosh shifokorimiz tomonidan iliq tilaklar bilan yo'lga kuzatildik. Kayfiyat ko'tarinki, yurakda quvonch, mashinada esa kulgu va shodlik bilan yo'lga tushdik. Mehmonxonaga kelib joylashgandan so'ng bir piyola issiq choy va shirin suhbat bilan tamaddi qilib oldik. Keyin esa tabiat quchog'iga sayr. Bosh hamshiramiz barcha jamoamiz nomidan minnatdorchilik bildirdilar. Tibbiyot xodimlariga shunday sharoit yaratib berilayotganligi juda ham quvonarli. Bu sayohatimiz bizga kuch, ilhom va birlik baxsh etdi. Tashkilotchilarimizga va bosh vrachimiz Odiljon Mahmudovichga juda ham katta minnatdorchiligimizni bildiramiz. Davlat rahbarimiz tomonidan ichki turizmni rivojlanishiga alohida e'tibor qaratilgani bejiz emas. Bu mehnat samaradorligini oshirish, sog'liqni saqlash tizimidagi fidoyi insonlar uchun kuch-g'ayrat manbai deganidir. Bosh shifokorimiz tomonidan taqdim etilgan ushbu sayohat aynan shu yuksak e'tiborni amaldagi ifodasidir. Bu dam olish biz uchun nafaqat hordiq, balki kelgusi ishlar uchun kuch, ilhom va ruhiy yangilanish bo'ldi. Sayohatimiz yakunlandi, ammo ko'nglimizda unutilmas lahzalar, yuzimizda tabassum, yuragimizda esa iliq xotiralar bilan qaytdik.